Assalomu alaykum. Hozir Samsung telefonida 2 oynali rejimni ishlatishni o'rgataman. Buning uchun bizda o'rtadagi mana knopka bor. Mana pastda. Xuddi shuni balandga ko'taramiz. Oynalar ko'rinadi mana bu yerda. Endi misol uchun mana YouTube oynasi bor. Shuni ustiga bosib turib balandga ko'taramiz. Mana ekranning yarim qismiga paydo bo'ldi. Mana 2 oynali rejim. Bemalol YouTube ishlatasiz. YouTube'ni xohlagan ilovani, pastda esa xohlagan bironta ilovaga kirib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun telefonga kiramiz. Kirib raqamlar yozib telefon qilish mumkin. Bir vaqtda ikkita ilovada ishlayverasiz. Xuddi shu tarzda bo'ladi.